bizda tok kuchini ko'rsatyapti, o'rtacha 0.3 amperlarni ko'rsatyapti. Endi bizda maqsadimiz o'sha riyosat yordamida tok kuchini o'zgartirishni o'rganish edi. Bu yerda ahamiyat beriladigan narsa ikkita narsa. Aniq hisob-kitob chiqarish uchun amper metr qanchaga aniq chiqadigan ifodalab berish uchun hamda lampochka. Bu lampochka amaliy ko'rgazma. Ya'ni qanday o'zgarsa, tok kuchi o'zgarsa qanday jarayon bo'ladi. Biz endi tok kuchini o'zgartirish uchun mana bu riyosatning surgichini chap tomonga surishni boshlaymiz. Surishni boshlasak lampochka xiralashyapti. E'tibor bersalaringiz, bu yerda tok kuchi esa kamayyapti. Mana shunday qilib biz qarshilikni orttirib boraversak, qarshilik ortgan sari zanjirimizda tok kuchi kamayib boradi hamda bunda lampochkalarning yonishi xiralashib boradi. Buni biz o'quvchilarga ham aniq hisob-kitob orqali, ham amaliy ko'rgazma orqali ifodalashimiz mumkin. Biz riyosatni yana joyiga qaytaradigan bo'lsak, tok kuchi ortadi hamda bizda lampochkamiz yorug'roq yonishga boshlaydi. Endi bu amaliy tadbirdan aytadigan bo'lsak,